30 bob. Parvardigor mundaq deydi. Mening osiy bolalarimning holiga voy. Ular o'z planlarini ijro qilib, mening planimni ijro qilmaydi. Ular mening ro'yimga tayanmay, o'z oldiga ittifoq tuzishidi. Ular gunoh ustiga gunoh sodir qildi. Ular mening ruxsatimsiz Misrga bordi. Ular Firavundan o'zlarini qo'g'dashni talab qilishdi. Ular Misrdan panohlik izdashdi. Ammo Firavunning himoyasiga toyinish ularga nomus elib keldi. Misrning panohligi sizlarni xorliqda qoldirdi. Gerçi Yahudiyaning amirlari ve elçileri Mısır'ның Zoan şehri ve Haneş şehriga borgan bo'lsa-mu, Yahudiya xalqi nomusqa qoladi. Chunki u el ularga yordam qilmaydi. U el ularga yordam berolmaydi. Ularga faqat nomus ve xorliq elib keladi. Bu Yahudiyaning janubiy cho'llikdagi hayvonlar to'g'risidagi vahiydir. Yahudiyaning elçileri eshaklarga boyliqlarni ortib, to'gilarga g'azinlarni yuklab, shirlar va zaharlik yilonlar makonlashgan xatarlik zeminlardan ig'ir mushkulot va jafolar bilan o'tib, o'zlariga qilchimu yordam qilolmaydigan bir davlatga opirib berdi. Misrning yordami asqatmaydi. Hech qandaq foydasi yo'qdir. Mening uni jimla o'ltiradigan Rahab deb otishimning sababi shu. Parvardigor bana mundaq dedi. Endi berib Yahudiya xalqining oldida tosh taxtiga bu ishlarni xotir qilib o'yg'in. Bu ishlardan dastur putkin, kalikusidagilarga miros qilg'in. Bu putuklar mangu guvohchi bo'lsin. Bu xalqlar osiydir, yolg'onchi bolalardir. Bu bolalar Parvardigorning ta'limini qabul qilmaydi. Ular g'oyibni bilguchilarga g'oyibona alomatlarni so'zlamanglar deydi. Ular payg'ambarlarga bizga to'g'ri xato to'g'risidagi vahiylarni yetkazmanglar. Bizga shirin so'zlarni qilinglar. Bizga xiyoliy, yolg'on narsalarni so'zlab beringlar. Payg'ambarlik yo'linglarda mangmanglar. Vahiy yetkazishni to'xtatinglar. Xudoyinglarning nimalarni deganligini so'zlashdan to'xtanglar deydi. Shunga İsraillarni tanlagan muqaddas Xudo mundaq deydi. Sizlar mening ogohlantirishlarimni rad qildinglar. Sizlar zulmga ve aldamchilikqa tayandinglar. Shunga sizlarning gunohinglar dövilinib, yerilgan igiz tamga o'xshaydi. U o'rilishga tayyor turdi. Tuyuqsiz gumurlib tushidi. U xuddi yerga tushgan komzak parcha bo'lib ketgandek shunchalik parchalanib ketudiki, o'choqdan qo'qas olg'idek parchasimu, ko'lchakdan suv olg'idek parchasimu qolmaydi. Egam Parvardigor İsraillarni tanlagan muqaddas Xudo mundaq deydi. Agar sizlar yo'limga qaytib kelib, xotirjamlik bilan menga ishonsanglar, qutqizsizlar. Sizlar sukut qilib menga tayansanglar, kuchlik bo'lasizlar. Lekin sizlar undaq qilishni xohlamaysizlar. Sizlar yo'q, biz otlarimiz bilan qochimiz deysizlar. Shundaq sizlar qochisizlar. Sizlar deysizlar. Biz tez chopadigan otlarimizga minimiz. Shundaq. Lekin
Sizlarni qo'g'liganlar texmu tez chopidu. Sizlarni qo'g'diganlarning bir odimidan 1000 odiminglar qo'rqib qochidi. Ularning 5 odimidan sizlarning butun qo'shininglar qo'rqib qochidi. Sizlar xuddi tog'dagi yolg'iz bayroq hodisidek yoki yiroq tog' cho'qqisidagi bayroqdek yegona qolasizlar. Parvardigor sizlarga rahimdillik qilishni kutyotidi. U sizlarga esdoshlik qilishga doim tayyor. Chunki Parvardigor adolatlik Xudodir. Uningga umid bog'laganlar baxtlik bo'ladi. Ey Sion teg'idagi xalq, Yerusalimda yashayotgan xalqlar, sizlar amdi yig'ilmaysizlar. Agar sizlar yordam tilasanglar, u sizlardan shafqatini oymaydi. U sizlarning nolanglarni anglaganda sizlarga yordam qiladi. Garchi igimiz sizlarga bala qazodan g'izo va mushkulotdan usullik bergan bo'lsa-mu, lekin sizlarning ustozinglar Xudo o'zini amdi sizlardan yoshirmaydi. Sizlar uni o'z ko'zinglar bilan ko'rsizlar. Sizlar to'g'ri yo'ldan ezib, o'ngga yoki so'lga chatnab ketsanglar, orqanglardan kelgan bir ovozni anglaysizlar. U dulg'a meninglar. U to'g'ri yo'l. Ondan sizlar o'zinglarning kumush va oltin bilan qoplangan butlaringlarni chiqib tashlaysizlar. Sizlar ularni eski kiyimni tashlavatgandek tashlab etisizlar va ularga ko'zimdan yo'qol deysizlar. Parvardigor etizinglarga terilgan urug'larga yomg'ir yog'dirib berdi. Zemininglar mo'l hosil berib, bayashatchilik bo'ladi. Shu chaqda sizlarning mol chorvalaringlar keng yayloqlarda o'tlaydi. Sizlarning etizinglarni og'diradigan o'kkiz va eshaklar eng yaxshi yem xashaklarni yeydi. Sizlarning dushmanlaringlar qirilib, shahar munorlari o'rilib tushgan shu kuni har bir cho'qqa va tog'lardan so'p-so'zuk eriq sular eqib keladi. Parvardigor o'zi jarohatlantirgan xalqining yorlarini tengib, ularning yorlariga shifolik beradi. Bu vaqtda oy nuri xuddi quyoshdek parlaydi. Quyoshmu xuddi 7 kunlik quyosh nuri qo'shilgandek 7 hassa yoruqliq beradi. Qaranglar, Parvardigor yiroqlardan kelyotidi. U g'azab o'tlarini chachritib, qo'yuq ko'tarilgan islo ichida kelyotidi. Uning so'zlari g'azabga to'lgan, uning tili go'yo yalqinlab turgan o't. Uning nafaslari dushmanlarini bo'g'izlig'icha cho'kirib etadigan kalkunga o'xshaydi. U vayron qilinadigan davlatlarni elgakda tasqigandek tasqaydi. U ularga yugan silib, ularni xaroblikka boshlab bordi. Ammo Xudoning o'z xalqi bo'lgan sizlar xuddi hech kechisidikidek naqshanglarni yangratsizlar. Xuddi kishilar naychilib Parvardigorning tig'iga mangandek, xuddi Isroillarni qo'g'dab kelgan Qur'on toshqa mangandek, sizlarning qalbinglar shodlikqa to'ludi. Xuddi ulug' o't hamma narsani ko'ydirib tashlaydigandek, xuddi judun chopqin ilib kelgan qor yomg'ir bilan mo'ldirdek, Parvardigor ulug' ovozini hamma odamga anglatadi. U o'zining jazolaydigan g'azablik qo'lini hamma odamga ko'rsatadi. Asurlar Parvardigorning ovozini anglab, qo'rqinidan shirkinib ketadi. U
jazo kaltiki bilan ularni urudu. Her ketim Perverdigar ularni jazo kaltiki bilan urganda İsraillarning dab ve çiltarlarının ovozlari anglanadi. Perverdigar ularni jazolash uchun qo'lini ko'tardi. Perverdigar burulla Asur podshohini kuydirdigan joy tayyorlab qo'ygan. O't ozgili, cho'nqur ham keng. Uningda nurg'un o'tullar bor. Perverdigarning nafsi xuddi yang'artog' bo'lib, uningga o't tutashtirdi.